Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizdan qisqacha. Qirg'iziston, O'zbekiston, Xitoy temir yo'l qatnovining yo'nalishi aniqlanadi. Qirg'izistonda hududlarni rivojlantirish siyosati o'zgaradi. Buni zarurligini prezident bildirdi. Batkenning Cho'nqora qishlog'iga sug'orish suvi olib kelinadi. Qorasuvning Mamajon qishlog'ida ichimlik suvi muammosi qachon hal bo'ladi? Yo'q, endi mal-malni chiqarib tursangiz, даже mal sug'orishimizga da suvimiz yo'q. OFK Kubogining saralash bosqichida Dordoy o'z maydonida Turkmanistonning Ahal jamoasini qabul qildi. Davlat rahbari Sooronbay Jeenbekov Qirg'izistonda hududiy lobbi kuchayib ketyapti deb hisoblaydi. Bu haqda u bugun Bishkekda hududlarni rivojlantirish haqidagi farmonni amalga oshirish uchun tuzilgan ishchi guruhning birinchi yig'inida aytdi. Prezident hududlarni rivojlantirish siyosatini o'zgartirmasak, farq bundan ham katta bo'lmoqda deb ta'kidladi va o'lkaning rivojlanishi bir-ikki hududga bog'liq bo'lib qoldi degan fikrni bildirdi. 2018-yili prezident Sooronbay Jeenbekovning farmoni bilan Qirg'izistonda hududlarni rivojlantirish yili deb e'lon qilingan. Buni amalga oshirish maqsadida tuzilgan ishchi guruhning tarkibiga ministr, oblast rahbari va boshqa hukumat vakillaridan iborat 39 kishi kirgan. Emin uchun regiondagi o'zgacha ko'ngil bo'lish kerak. Emin uchun men bu jalg'a qo'l qo'ydim. Men o'shaga qisqacha to'xtalib ketayin. Regionlarning o'nigishindagi disbalans buna ko'p yillardan beri jo'yilgan yo'q. Aymaqtarni o'niktirish siyosatini o'zgartmasak, ayirmachilik andan terengdey turgan bo'lib turadi. Prezident Sooronbay Jeenbekov davlat imtiyozli nasiyalari hududlarga noto'g'ri bo'lishtirilmoqda deb tanqid qildi. U Qirg'iz-Rus taraqqiyot fondining mablag'lari rejasiz, sistemasiz berilayotganiga to'xtaldi. Uning aytishicha, ayrim hududlarda rivojlanib qolganlari e'tibor qaratilmayapti deb hisoblaydi. Shu sababli investitsiya vositalari har bir hududning o'zgachaligiga va holatiga qarab bo'linishi kerak. Ayl-bank, Kafolat banki, RSK bank buni hisobga olishi zarur, dedi prezident. Jeenbekov mazkur moddiy tashkilotlarga uzoq qishloqlarda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish yo'nalishidagi loyihalarga ahamiyat berishi kerak deb topshiriq berganini ham qo'shimcha qildi. Qirg'iziston, O'zbekiston, Xitoy temir yo'l qatnovining yo'nalishi aniqlandi. Hozirda 3 o'lka hukumatlaridan tuzilgan qo'shimcha guruh taklif qilingan 2 variant ustida ishlamoqda. Birinchisida temir yo'l To'rug'art, Do'stlik, Jalolobod hududi orqali o'tib 2 o'lkaga to'g'ridan-to'g'ri boradi. Ikkinchi variantda To'rug'art, Arpa, Qarasuv hududi orqali o'tib umumiy uzunligi 278 chaqirimni tashkil qiladi. Strategik ahamiyatga ega temir yo'lning qurilishi bo'yicha batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Yaqin orada Toshkent shahrida Qirg'iziston, Xitoy, O'zbekiston temir yo'l qatnovining aniq yo'nalishi aniqlanadi. 3 davlatning hukumatlaridan tashkil etilgan ishchi guruh taklif etilgan 2 variantning birini tanlab shartnoma tuzishadi. 3 o'lkani birlashtirgan temir yo'lning birinchi variantiga ko'ra, marshrut yo'nalishi To'rug'art, Do'stlik va Jalolobod hududlari orqali o'tib, O'zbekiston bilan Xitoyga to'g'ridan-to'g'ri yo'l oladi. Yo'lning uzunligi 432 chaqirimni tashkil qilib, yo'lovchilar uchun to'xtaydigan joylar ochiladi. Жолдун ошо тилкенси өзгөрүлөт. Например, Кытайдан бир колея менен келсе, колея деп коет туурасы жолдунчу. Кыргызстанга өткөндө бул совсем башка колея болушу мүмкүн да. Узкий же широкий колея болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошол маселелер такталып атат да. 2017-yilning dekabr oyida Toshkent shahrida o'tgan 3 davlatning ishchi guruhlari ishtirokidagi uchrashuvda temir yo'l qurishning ikkinchi varianti ham tavsiya etilgan. Unga ko'ra, poyezd Norin oblastining To'rug'art, Arpa, O'sh viloyatining Qorasuv hududi orqali o'tib, umumiy uzunligi 278 chaqirim bo'lishi aytilgan. Agar marshrut qatnovi ishga tushsa, tovar ayirboshlashning hududi kengayadi. Bir yerden yüklödün dünya yüzündeki любой Европаның точкасына, поезд барған Африка точкаларына, араб өлкөлөрдүн бардығына түз катташа бергенге шарт түзүлүп калат да. Башкача айтканда, как будто биз океандын жээгинде, деңиздин жээгинде ошол менен сразу баягы эл аралык мындай соода жолдорун өтүп келгенге мүмкүнчүлүк түзөт. Бул биз үчүн чоң рывок болот, чын-чынына келгенде, экономикалык жактан. Qirg'iziston poyezd yo'lini qurish orqali sayyohlik tarmog'ini rivojlantiradi. Chunki yevropaliklarga temir yo'l bilan 3 mamlakatga sayohat qilishga imkoniyat yaratiladi. Bundan tashqari marshrut qatnovi uchun davlat g'aznasiga soliq tushadi.
Eң башкы нерсе биз түндүк менен түштүк темир жол менен бириктире алабыз. Бизде түштүктө толтура кем байлыктар бар. Бул жеген инвесторлор тартканга өтө чоң нерсе болот. Эң башкысы биз транзиттик мамлекет катары дагы Өзбекстандан Кытайга кеткен ошол товарлардан бизге кошумча акча алат. Биздин өткөн үчүн. Temir yo'lning hozircha rejalarigina ishlanib, uni qurish qachon boshlanishi noma'lum. Hukumatning bergan ma'lumotiga ko'ra, mablag'ni Xitoy Respublikasi ajratadi. Mazkur qatnov bungacha ham tavsiya etilib, shu kungacha aniq natija chiqmay kelmoqda. Umida Mirzabayeva, Gulzara Bakayeva, Rustam Alimbayev, Intimaq, Bishkek shahri. Qorasuvning Mamajon qishlog'ida ichimlik suvi muammo bo'lmoqda. 68 yil avval o'rnatilgan quvurlardan ichimlik suvi 3-4 soatgagina oqadi. Yangi ko'chalarda esa umuman suv chiqmaydi. Bunga suv bosimining past bo'lishi bilan birga ayrim quvurlarning yaroqsiz holga kelishi sabab bo'lgan. Shuning uchun mahalliy yashovchilar bir chaqirim yo'l yurib olisdan ichimlik suvi olib kelishga majbur. Yashovchilarning suv muammosi haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Даже mal sug'orishimizga da suvimiz yo'q. Mamajon qishlog'ining yashovchilari har kuni erta bilan shunday qilib suv izlashga tushishadi. Sababi so'nggi 2 yildan beri 3 ta ko'chada quvurlar qazilib, toza suv chiqmay qolgan. O'shandan beri imkoni borlar mashinalar bilan suv tashib ichishadi. Ba'zilar esa olisdan suvni bunday qilib chelakda olib kelishadi. Hem tirchiliklar qiyin bo'ldi toza suv bo'yicha o'zi. Toza suv bo'yicha toza nima qildik biz? Krantlar chiqarib, suyini o'zimizcha bir to'lqindanib, mana deb ko'chaga suv chiqarib oldik dedilar. Mana deb yo'q ham suv. Shu qiynalib, gelinlar ayriqcha kir qo'q juğandan idish oyoq tomoq ash deganday shunday qisqa tirchilikka suv yo'qda. USAID o'zimizning yerda nima ayildan yetakchi ayol bor edi, o'shalar uyushtirib chiqarganmiz. Polni chiqarib bir 5 yil ishlagan. Ana suvning bosimi yo'q, chiqmay qoldi hozir. O'shalarda suvga bosim kerak-da, ko'proq burilish kerak suv. Qishloqdagi qolgan 2 ta ko'chada ham toza suv bor. U ham kuniga 3-4 soatdan chiqadi. Shunda ham kundalik ro'zg'orda suv muammosi yaraladi. Sababi ariq kanallarda oqin suvi kelmagan vaqtda hayvonlar uchun toza suvdan berishadi. O'sha bizda suv kemirda qishning kunlari suv bo'lganda tom qoladi. Mana ertalab qaynoq suv bilan qilib chiqaramiz. Vaqtni paylab turamiz. O'sha soat qanchada kelganini bilamiz-da. O'sha kelgan molda suv to'ldirib olamiz. Suv mutaxassislari so'zlariga ko'ra, Jo'sh qishloq hukumatining Mamajon qishlog'i bilan birga yana 3 ta 4 ta qishloqqa ham suv vaqti bilan beriladi. Aks holda suv muammosi yaralishi mumkin, sababi quvurlar eskirib bosimi ozaygan. Mamajondan o'shol bizning liniyadagi o'tirgan, главный liniyadagi o'tirganlar har biri через uy kran chiqarib olgan eshigini oldina. Al yerda ventil degan qo'yishmaydi-da, qarashmaydi. Biz ham qo'yib berdik bir sira. 10 kundan keyin o'sha bayagı ventil yo'q. Ildiy jag'ында o'shoncha krantdan suv og'ib tursa, anan jo'g'ir jag'ында tepmaydi-da. Umuman suv chiqmagan ko'chalarga suv olib kelinishi zarurligi ta'kidlandi. Fuqarolar o'zlari o'rnatgan quvurlar talabga javob bermaydi. Biroq qishloq hukumatida esa suv uchun mablag' yo'qligini ma'lum qilishdi. Joriy yilda mahalliy hukumatdan qishloq uchun ajratilgan mablag'ga esa sport zalini bitkazishni rejalashtirishgan. Qancha jo'yimiz? Bizda hozir Mamajon misol uchun 500 mingdan oshiq nedaimkasi bor. To'lagan soliqlari-chi. Mana bu yilgi yil 17-yildan 500 где-то 20 ming nedaimka bilan chiqdi-da, qarz ақша bilan suv bo'yicha. Anan yil soliqni yaxshi bermaydi. Bizda finansiy bo'yicha tartishdik. Mamajonliklar nafaqat toza suv, balki bahor kelishi bilan sug'orish suv ham katta muammo bo'lishini ta'kidlashmoqda. Shu sababli ko'pchilik yerlarga urug' qaday olishmaydi. Shuning uchun mahalliy hukumatdan mazkur masala bo'yicha yordam berishlarini iltimos qilishmoqda. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'abayeva, Argen Qalibek o'g'li, Intimaq. Endi esa ichimlik suvi muammosi haqida to'xtalamiz. Batkenning O'zbekiston bilan chegaradosh Cho'nqara qishlog'ida haydov dalalardan foydalanilmaydi. Agar bu yil sug'orish suvlari olib kelinsa, 130 gektar yerda dehqonchilik qilinadi. Buning uchun bahorgacha masala hal qilinishi kerak. Mahalliy yashovchilar jarayonni tezlashtirishni hukumatga eslatishdi. Qishloq hukumati to'xtab qolgan ishni qayta boshlashini bildirdi. Bu qachon amalga oshadi? Navbatdagi lavhada ko'rasiz. Cho'nqara qishlog'ining turg'uni Gulnara Usubaliyeva 30 sotix ulush yeridan 25 yildan buyon hosil olmaydi. Chunki qishloqda sug'orish suvi yo'q. Nasos orqali tortilgan suv yetmaganidan navbatda turib o'riklarni bazo'r sug'oradi. So'nggi yillarda u suv ham yetmasdan 20 tup o'rigi quriy boshlagan. Suv yetmaganidan endi bog'dan ham quruq qolamizmi deb xavotir olishmoqda.
неме үлүштөрүбүз бар да. Үлүштөрүбүзгө кадимкидей биз неме төлөйбүз, налик төлөйбүз, бирок үлүштөрүбүздү эке албайбыз. Себеби суубуз начар. Үлүштү эккенден кийин бир ай жакшы суу ичсек, экинчи айда неме насосубуз токтоп калат. Ошон үчүн үлүш экпейбиз. Cho'nqora qishlog'iga sug'orish suvi Oqko'l nasos stansiyasidan tortiladi, ammo u O'zbekiston hududida joylashib, suv yoz oylaridagina beriladi. Lekin u ham ekin ekishga yetmaydi. Shu boisdan qishloqdagi 130 gektar ekin dalasi foydalanmay bo'sh turibdi. Кол менен иштей турган, каза турган жерлерин казып, анан кийин тамак аштан деген кайрылып неме кылган, бирок чыгышы кыйын болот экен да. Бул жогорку деңгээлде деле чыкпайт экен бул каналчы. Суға судан өте қатты қиналабыз. Себебі судың башы Өзбекстаннан қарайды. Чегара мәселесі да бізде өте қиын. Техникаларымызды алып өтпестен, ошолордун техникаларынын жумшагынга туура келет. Кышында дагы насостун жардамымен ичебиз, жаздык кышын биз только насос менен ичебиз. Ittifoq davrida Cho'nqoraga sug'orish suvini olib kelish uchun qo'shni Oqturpoq qishlog'idan 12 chaqirim anhor qurila boshlagan. U Kroz loyihasi asosida amalga oshib, mablag' yo'qligidan 2010-yili qayta to'xtab qolgan. Mazkur loyiha 2028-yilgacha davlat dasturiga kiritilgan. Agar mablag' masalasi hal etilsa, qayta amalga oshishi mumkin. Жандандыруу бул эми мамлекеттик программага дагы киргизилген. Азыркы 2028-жылга чейинки эмелерде. Акча каражат чечилген вакытта ишке ашып калышы мүмкүн. Mablag' masalasi hal etilib, sug'orish suvining tanqisligi bartaraf etilsa, qishloqda dehqonchilikning hamma turini o'zlashtirsa bo'ladi. Chunki mazkur yerlarga ittifoq davrida nasos stansiyasi bilan O'zbekistondan 10 kubga yaqin suv tortib kelingan. Bir yilda 2 marotaba hosil olgan vaqtlari ham bo'lgan. Eslatib o'tsak, Cho'nqora qishlog'ida 800 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Bo'lajak pedagoglar uchun bilim berish dasturi ishlab chiqiladi. O'sh davlat universitetining gumanitar pedagogika kolleji yangi o'quv usulini tayyorlay boshladi. Buning uchun bolalar bog'chalarining xodimlari chaqirilib, maktabgacha ta'lim muassasalari masalalari muhokama qilindi. Ishtirokchilar bilim berishni jonlantirish, sifatlilikni orttirish takliflarini ham aytishdi. Bu takliflar kollej rahbariyati tomonidan maktabgacha ta'lim dasturiga qo'shiladi. Ta'kidlab o'tsak, gumanitar pedagogika kollejida ijtimoiy ishlar boshlang'ich va maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Мындай бир билим берүүнүн бир башка бир немесин киргизели, өнүктүрөлү, өстүрөлү деген ой бар. Мына ошонун максатта биз ушул коллежди ачтык да. Талап да өзү ушундай болуш керек. Бакалавр менен коллеждердин ортосунда мындай бир эшиктен кирип, же болбосо бир имаратта окуганга мүмкүн эмес. Ошондуктан азыркы күндө Ош мамлекеттик университетинде мына ушул процесс жүрүп жатат. O'sh shahrida autizm va Down sindromidan jabrlangan bolalar uchun bepul multfilm tashkil qilindi. Tadbirning maqsadi bolalarning ongini orttirish va ularga quvonch bag'ishlash. Bunga 12-sonli yotoq maktabining 50 dan ortiq o'quvchilari chaqirilgan. Birinchi marta o'tkazilayotgan tadbirni endi har oyda o'tkazish rejalashtirilmoqda. Bolalarning quvonchiga bizning ijodiy guruh ham guvoh bo'lib qaytgan. Diyara To'xtorova O'sh shahridagi yotoq maktabda 9-sinfda ta'lim oladi. Bugun u kinoteatrga birinchi marotaba multfilm ko'rgani keldi. Unga juda yoqdi. Qahramonlarning barchasini yodlab oldi. Bundan keyin ham tez-tez kelib turishni aytadi. Yani muhtalar ko'rdim, yangi kinolarda ko'rdim. Hammasimga yoqdi. Bo'ldi. Diyara kabi bepul multfilm ko'rgani bu yerga 50 nafarga yaqin bolalar kelgan. Ularning barchasini quvonchi cheksiz. Multfilmdagi qahramonlarga havas qilib, ulardek kuchli bo'lishni, hayotda hech narsadan qo'rqmaslik kerakligini aytishmoqda. Jaqin do'stlarim bilan yurganda shunday yoqdi-da. Atak ilag'im keldi. Bo'linayotganga shunday ilag'im keldi. O'sh shahridagi 12-sonli yotoq maktabda imkoniyati cheklangan bolalardan 200 nafarga yaqini bilim oladi. Ularga har oyda turli jamg'armalar tomonidan yordamlar ko'rsatilib kelinadi. Biroq bugungidek bepul multfilm ko'rish birinchi marotaba uyushtirilmoqda. Tarbiyachilarning so'zlariga ko'ra, bu bolalarni aqliy tomondan rivojlanish uchun katta ijobiy ta'sir qiladi. Anam baldarga borkellikti, жакшы адамдарга жакшы мамиле жасоо жөнүндөгү тарбия бере алды да биздин балдарга. Көңүлү ушунчалык неме болду. Жестокий болбош керек экен, бирөөгө жардам бериш керек экен, табиятты сүйүш керек экен деген мааниде биздин балдар ошол жакшы нерселерди ушул мультфильмден ала алды. Imkoniyati cheklangan bolalarga multfilm ko'rsatish ishini xayriya jamg'armasi bilan kinoteatr hamkorlikda uyushtirgan.
Ilk bor bu yerga 50 nafar bolani olib kelishdi. Multfilm bilan birga turli taomlar ham tayyorlangan. Chektilgan ballarga tag'i ko'ngil ochish maqsadida biz bugungi ko'rsatuv ish-charani uyushtirdik. Балдарга көбүрөөк көңүл буруп болуп эсептелет. Бул аутизм менен ооруган балдар ар түрдүү үй шарттарында окуган көмөкчү 12 мектептен алып келгенбиз. Себеби бул жака көп көңүл бурбагандыкка байланыштуу ошо көңүл чордорун алып чыгайлы деп алып келдик. Xayriya jamg'armasi bilan kinoteatr rahbariyatining tashabbusi bundan keyin ham davom etadi. Elim Barsingbi jamg'armasi tomonidan bolalarni olib kelish tomoni uyushtirilsa, kinoteatr bepul yangi kino multfilmlarini qo'yib beradi. Keyingi tadbir fevral oyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Shoshilinch xabar: hafta oxirida ob-havo o'zgarishi mumkin. Sinoptiklar bugun tarqatgan ma'lumotga ko'ra 26 yanvardan boshlab respublikada havoning harorati keskin pastlab, ayrim hududlarda 30 darajagacha sovuq bo'ladi. Bunday ob-havo transport, energetika va kommunal xizmatlarning ishida qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Haydovchilarga juda zarur yumush bo'lmasa, uzoq safarga chiqmaslik taklif qilinmoqda. Larimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Tuningiz osida o'tsin. Xayr, omon bo'ling.